O'zbekistondagi bog'dorchilik bilan shug'ullanadigan hurmatli fermer akalar, sizlarga ajoyib yangilik olib kelganmiz. Hozir hammasini sekin ko'rsatib beramiz. Yangi ko'rinishdagi 24 ot kuchlik Solus traktorlarimizni qabul qilib oling. Yaponiyaning Mitsubishi kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan 3 silindrli dizelli dvigatel bilan jihozlangan. Apparaturalari esa har doimgidek Bosch sistemasi. Korobka передачалар mexanический sinxron mexanika hisoblanadi. Periodik qismi alohida Italiyaning Carraro kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan periodik qism bilan jihozlangan. Gidravlika qismi esa har doimgidek 1 tonnagacha agregatni bemalol olib harakatlansa bo'ladi. Eng asosiy kelishga tortsang bo'ladi. Bu traktorlarimizda xohlaganlar uchun 1.20 oraliqdagisi ham bor. Xohlaganlar uchun 90 oraliqdagisi ham bor. Bemalol kelib qaratib kelsangiz bo'ladi. Traktorlarimizning eng asosiy qismlaridan biriga keldik. Traktorlarimiz 155 million sotilgan traktorimizni 130 millionga qilib beramiz. 145 million sotilgan traktorimizni 125 million so'mga qilib beramiz. Traktorlarimizning soni cheklangan. Shoshilib qolinglar, pastda nomerlar qoldiramiz, aloqaga chiqinglar yoki kommentlarda plus belgisini qoldirsanglar o'zimiz aloqaga chiqamiz.